Assalomu alaykum. Yangi mavzuyimiz, yangi bobimiz Unit 103, ya'ni 103-bob, 103-bo'lim. Enough and to. Xo'p, enough o'zi aslida har xil uslublarda, har xil ko'rinishlarda qo'llanishligi mumkin. Enough ham sifat bo'lishligi mumkin, ham ravish bo'lib qo'llanishligi mumkin, ham o'zi ot, ham pronoun, ya'ni olmosh ham bo'lishligi mumkin. Xo'p, to esa asosan bu ravish hisoblanadi va o'zidan keyin ham sifatni ham ravishda olishligi mumkin. Ya'ni to o'zidan keyin ham sifatni ham ravishda olib, o'zidan keyin kelayotgan sifat va ravishlarni kuchaytirishlik uchun ishlatiladi. Va o'zbek tiliga tarjima qilganda enough yetarli, yetarlicha, yetarli darajada degan ma'noda tarjima qilinsa, to esa o'ta, juda degan ma'noda tarjima qilinadi. Va o'sha Xo'p, to odatda gapda ishlatilganda keragidan ortiq degan ma'noda qasd qilishligi uchun ishlatiladi. Ya'ni o'sha negativ ma'noda, ya'ni noijobiy, ijobiy bo'lmagan holatda. Misol uchun aytaylik, siz o'ta ko'p yeysiz deganda, o'ta ko'p yeysiz deganda odam eshitganda bu gapni nima deb tushunadi? Ha, meni maqtayapti deb tushunadimi odam? Siz o'ta ko'p yerkansiz desa-da, sizni misol uchun bir tanishingiz ovqat yeyishingizni ko'rib turib, siz meni maqtayapti, u odam men haqimga tasanno aytyapti deb tushunasizmi? Yo'q, albatta. Demak, sizni yana nabarot aksincha bir haligindaqa siz haqingizda noijobiy gapni aytyapti degani, to'g'rimi? Salbiy gap aytyapti degani. Demak, kamroq yeng degani. O'sha ko'p yerkansiz degan bu salbiy ma'noda ishlatilayotgan, negativ ma'noda ishlatilayotgan bo'ladi. O'shaning uchun to ishlatilgan gaplar odatda o'sha burishli gapda ishlatilgan taqdirda ham o'sha negativ ma'noda orqasidan salbiy ma'no tushuniladi. Xo'sh. Enough birinchi ko'radigan bo'lsak, yetarlicha dedik-a, yetarlicha. Mana Part A, mana A qismida aytyaptiki, men enough'da. Enough odatda bilasizlar, umumiy qonun qoida. Hop, sifat bilan ishlatilinsa, sifatdan keyin ishlatiladi. Sifat bilan ishlatiladigan sifat yoki o'sha ravish bilan ishlatilinsa, sifat va ravishdan so'ng keladi, ishlatiladi. Agarda ot bilan birga qo'llanilsa, otdan oldin ishlatiladi. Va aytganimizdek, enough o'zi ot bo'lib va o'zi nima bu olmosh bo'lib ishlatilishi mumkin. Yakka tartibda, yakka holatda o'zi ishlatilishi, qo'llanishligi mumkin. Hop, misollarda o'qisak mana. Mana enough goes after adjectives and adverbs deyapti. O'sha aytganimizdek. Mana I can't run very far. Demak, men juda, ya'ni men unchalik uzoqqa yugura olmayman deyapti. I'm not fit enough. Demak, fit degani chiniqqan degan ma'noda, chiniqqan. Hop, men yetarlicha chiniqqan emasman deyapti. Yetarlicha chiniqqan. Sportsmen emasman demoqchida. Shug'ullanib yurmagan odam, demak, albatta shug'ullanib yurmagan odam bo'lgandan keyin trenirovka qilib yurmayaptimi? Demak, uzoqqa yugura olmaydi degan. O'shaning uchun mana I'm not fit enough. Men yetarlicha chiniqqan emasman deyapti. Mana bu joyda ishlatilish tartibiga e'tibor qilsanglar, fit bu yerda sifat va sifatdan keyin ishlatilgan. Ko'ryapsizlar? Mana not enough fit. Ya'ni mana bu sifatdan oldin enough kelmaydi deb aytayapti. Hop, keyingisi mana let's go. We've waited long enough. Demak, biz yetarlicha uzoq kutdik deyapti. Mana bu joydagi long ni ma'nosi nima? Long so'z turki mana ravish, chunki very long bo'lyapti. Very long. Longni biz bilamiz, longly bo'lmaydi. O'sha bu yerda ravish bo'lib kelyapti. O'sha ravish bilan ishlatilinsa ham enough qachon kelar ekan? Ravishda orqasidan, ravishda ketidan keladi. We waited enough long bo'lib ishlatilmaydi. We waited long enough. Biz yetarlicha uzoq kutdik degani. Xo'sh. Endi aytganimizdek mana enough agarda noun bilan, ya'ni otlar bilan kelsa, o'sha otlarning oldidan keladi. Otdan birinchi keladi. Xo'p, mana enough normally goes before nouns deyapti. Mana we have enough money. Bizda yetarlicha pul bor. We have money enough bo'lmaydi. We have enough money. Bizda yetarlicha pul bor. We don't need any more. Bizga boshqa kerak emas. Bizga ortig'i kerak emas deyapti. Ortig'iga muhtoj emasmiz desa ham bo'ladi. Hop, they weren't enough chairs. Some of us had to sit on the floor. Demak, mana yetarlicha stullar yo'q edi ekan, yetarlicha stullar bormasdi, yo'q edi degan, Hop, some of us, ba'zilarimiz, bizlardan ba'zilar desa ham bo'ladi, ba'zilarimiz desa ham bo'ladi. Hop, ba'zilarimiz polda o'tirishimizga to'g'ri keldi deyapti. Ko'ryapsizlar? Mana bu joyda
Chair degan so'z ot bo'lganligi uchun otdan oldin kelyapti enough. Xo'p, mana aytganimizdek mana we also use enough alone without a noun or adjective. Biz hatto mana enough degan kalimani so'zni yolg'iz otsiz ham sifatsiz ham ishlatishimiz mumkin deyapti. Xo'p, ya'ni enoughni o'zini ot sifatida yoki bo'lmasa o'sha pronoun olmos sifatida qo'llashimiz mumkin. We don't need more money. Bizga ko'p pul kerak emas. We have enough. Bizda yetarlicha bor deyapti. Ko'rasizlar, yetarlicha. Enough. Xo'sh, bu yerda enough so'zi kalimasi na sifat bilan, na ravish bilan, na ot bilan kelyapti. Quruq o'zi yakka holatda o'zi kelyapti mana. Xo'p, keyingisi. Endi mana to ga ham o'tiryapti. To ni biz aytdik, to o'ta degan ma'noda, juda degan ma'noda ishlanadi. O'ta, juda, rosa degan ma'noda iste'mol qilinadi. Sen rosa ko'p ovqat yerkansan desa, demak bu salbiy ma'noda aytayotgan bo'ladi bu gapda. Xo'p, mana you never stop working. You work too hard. Demak, aytayaptiki, sen umuman ishlashdan to'xtamas ekansan. You work too hard. O'ta qattiq, o'ta qattiq ishlar ekansan deyapti. O'ta qattiq. Odam o'ta qattiq ishlasa ham, o'ta nima qattiq darajada ishlasa nima bo'ladi? Albatta o'zini joniga, o'zini sog'ligiga ziyon yetkazishligi mumkin. Xo'p, qattiq ishlashlik kerak, to'g'ri. Mehnat qilishlik kerak, faqatgina o'rtacha, o'rta me'yorda. Hop, mana aytayaptiki, o'shancha mana more than is necessary deyapti. More than is necessary. Ya'ni keragidan ortiq deganda bu. Keragidan ham ortiq. Ba'zilar shunaqa ishlaydi-ku, misol uchun 24 soatlab, 2 kun, 3 kunlab to'xtamasdan, uxlamasdan hatto ishlaydiganlar bor. Shunaqalarda ham ko'rganmiz. O'shanda shunaqa odamlarga nisbatan you work too hard deb aytishingiz mumkin bo'ladi. O'ta qattiq ishlar ekansiz deb. Chunki 2 kun, 3 kunlab demak, ketiga ulab ishlayotgan bo'ladi. Xo'p, demak bu esa albatta ziyon sog'lik uchun. Har bitta misol uchun badanni, tanani haqqini berishlik kerak bo'ladi, o'zini vaqtida uxlab va hokazo. Xo'p, you're lazy, dankasa ekansiz, yalqov ekansiz. You don't work hard enough. Endi aytayaptiki, mana bu joydagisi o'ta qattiq, o'ta, juda, rosa degan ma'noda ishlatilsa to. Mana bu joydagi hard nima? Ravish bo'lib kelyapti. Ravishda oldin ishlatyapti. O'sha o'tgan darsimizda aytganimizdek, adverb plus adverb, ravish plus ravish bo'lyapti. Hop, ya'ni ravishni sifatlayapti. You're lazy, dankasa ekansiz. You don't work hard enough. Siz yetarlicha qattiq ishlamas ekansiz. Yetarlicha qattiq ishlamas ekansiz. Hop, endi mana bu joydagi hard, enough, ya'ni enough nimani ravishni sifatlab kelyapti. Mana bu joydagi hard ham ravish, enough ham nima? Ravish. Ravishni ravish sifatlayapti. Xo'sh, less than is necessary deyapti. Ya'ni keragidan kam deyapti. Keragidan kam bo'lgan. Ya'ni o'sha zaruratdan ham kam bo'lgan holatda ishlar ekan demoqchi. Xo'p, keyingisi mana to bilan ishlatiladigan iboralar. Too much, too many. Too much, too many. O'ta ko'p. Ya'ni bilasizlar, too many desa, manydan keyin albatta nima keladi? Sanaladigan ot ishlatiladi. Too muchdan keyin esa albatta sanalmaydigan ot ishlatiladi. O'ta ko'p deganada, o'ta ko'p. Juda ko'p. Ba'zan biz ko'rganmizki, o'sha chet elliklar bilan gaplashganda, o'qib yashagan paytlarda too much people deb ishlashardi. Ko'plab mana hindistonliklar yoki bo'lmasam, aytaylik mana bu Bangladesh yoki bo'lmasam shu tomonliklar too much people deb ishlashardi. Too much people. Too much people deyishlik xato bo'ladi. Nimaga? Chunki much degan so'zni kalimani, ya'ni ko'p degan ma'noda sanalmaydigan otlarda oldin ishlatamiz. Sanalmaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni muchdan keyin siz sanaladigan otlarda ishlata olmaysiz. People bo'lsa sanaladi. Hop, ya'ni too many people deb aytishlik kerak bo'ladi. O'ta ko'p odam degan ma'noda. There is too much furniture in this room. Demak, bu xonada o'ta ko'p mebel bor ekan. Juda ko'p mebel bor ekan. Haddidan oshiq. Cherisshur deb aytamiz, o'sha narsa. There is not enough space, yetarlicha joy yo'q ekan deyapti. Ya'ni yetarlicha joy yo'q ekan deb aytayapti. Hop. There were too many people and not enough chairs. Demak, o'ta ko'p odam bor edi. O'ta ko'p odam bor edi, lekin mana yetarlicha stullar yo'q edi deyapti. O'ta ko'p. Ko'ryapsizlar, too many, mana many bo'lganligi uchun o'rtasida manydan keyin biz sanaladigan ot ishlatamiz. Too many people. Bunda esa too much bo'lganligi uchun furniture bu sanalmaydigan otlar toifasiga kiradi. O'shaning uchun much ishlatyapti. Too much furnitures bo'lmaydi. Too much furniture, too much sugar, too much oil va hokazo. And not enough chairs, va yetarlicha stullar yo'q ekan deyapti. Hop. Keyingisi part C. Enough to, for va hokazo. Ya'ni o'sha enough bilan to ni for va to ni qo'shgan holatda ishlatilishlik holati. Qachon for, qachon to deb ishlatiladi. Ya'ni bu nima degani?
We say enough to for somebody something. Ya'ni biz biror narsa uchun, biror kim yoki biror narsa uchun yetarli yoki o'ta deb ishlatishimiz mumkin deyapti. Endi to'sini hozir pastda o'tamiz. Xo'p, xullas mana does Joe have enough experience for the job? Ya'ni ish uchun, mana Joe'ni ish uchun, o'sha bir kasb, o'sha ish uchun yetarlicha tajribasi bormi degani. Ya'ni ko'ryapsizlar, biror narsa uchun yoki ga yetarlicha, yoki bo'lmasam o'ta degan ma'noda. Xo'p, yana tarjima qilib bilamiz qaytadan. Joe'ni o'sha kasb, aniq bir kasb tanlagan yoki o'sha ma'lum bo'lgan kasb uchun, o'sha ish uchun yetarlicha tajribasi bormi yoki Joe o'sha kasb uchun yetarlicha tajribaga egami desa ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi this bag isn't big enough for all my clothes. Demak, bu sumka barcha hamma kiyimlarim uchun yetarlicha katta emas ekan deyapti. Hop, keyingisi that shirt is too small for you. Demak, u ko'ylak sen uchun yoki senga o'ta kichkina ekan. O'ta kichkina. Ko'ryapsizlar, ataylabdan mana bizga o'rgatib turgan, biz bilishimiz kerak bo'lgan tomonni qora bilan belgilab qo'ygan, to'q harf bilan. Sababi nimaga? Mana to pu emas, bu yerda o'sha kimnidir uchun bo'ladigan bo'lsa, odam narsa uchun, demak unda for ishlatiladi deb turib bizga o'rgatyapti. For. Hop, you need a larger size. Demak, senga kattaroq razmeri kerak deyapti. Hop. Endi keyingisi, ya'ni o'sha enough to bilan ishlatiladigan ibora ko'rinishlari. Enough to yetarlicha nimadir qilishlik uchun, to do something. Biror narsa qilgani yoki biror narsa qilishlik uchun yetarlicha nimadir bo'lmoq yoki o'ta nimadir bo'lmoq degani. For example, misol uchun, does Joe have enough experience to do the job? Demak, Joe'ni o'sha ishni qilishlik uchun yoki qilgani, to do bo'lsa, o'sha infinitive bilan fe'l keladigan bo'lsa, maqsadni ifodalaydi, maqsadda qilgani yoki qilishlik uchun degan ma'noda ishlatiladi. Hop, demak, Joe'ni o'sha kasbni, ishni bajargani, qilgani yoki qilishlik uchun yetarlicha tajribasi bormi? Yoki Joe yetarlicha tajribaga egam. Endi bu yerda nima bo'lyapti? To ni ishlatishni o'rgatyapti. Nima qachon ishlatar ekanmiz? O'sha fe'lni ishlatsak, fe'lni ishlatsak. Fe'l bo'lsa, odam bo'lsa-chi, narsa bo'lsa-chi, for ishlatamiz. Uchun bo'lib, odam yoki biror narsa bo'ladigan bo'lsa for. Lekin fe'lni ishlatsak, biror narsa qilgani deb maqsadni ifodalamoqchi bo'lsak, unda to do something bo'ladi. Hop, keyingisi, let's get a taxi. Kelinglar taksi ushlaymiz, kelinglar taksiga chiqamiz. It's too far to walk home from here. Demak, mana mana aytayaptiki, bu yerdan uyga peshkom ketgani, bu yerdan uyga piyoda ketgani o'ta uzoq ekan deyapti. O'ta uzoq. Mana ko'ryapsizlar, mana bu joyda too far, mana biz o'tyaptik, mana enough to nimadir? To walk. Demak, yurgani o'ta uzoq, ya'ni piyoda yurishlik uchun yoki bu yerdan uyga piyoda yurgani, piyoda ketgani o'ta uzoq ekan, juda uzoq ekan deyapti. Hop, keyingisi, mana she's not old enough to have a driving license. Demak, u mana bu driving license nima? Prava, o'sha haydovchilik guvohnomasi deb aytamiz-ku biz o'zbek tilida. Demak, u haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritgani, olishlik uchun, unga egalik qilish uchun yoki unga egalik qilgani, ya'ni uni olgani yetarlicha katta emas deyapti. U, yana qaytaraman, u haydovchilik guvohnomasini olishlik uchun yetarlicha katta emas deb aytayapti. Xo'p, tushunarlimi? Keyingisi, the next example has both for and to. Ya'ni kelgusi misolda ham for ham to ishtirok etadi deyapti. E'tibor qiling deyapti. Xo'p, mana the bridge is just wide enough for two cars to pass one another deyapti. Ya'ni aytayaptiki, mana ko'prik just wide degani shundoqqina keng. Just enough, just wide enough. Shundoqqina yetarlicha keng nima uchun? Xo'p, ikkita mashinani bir-birini oldidan o'tib ketishlik uchun. Mana bu joyda biz aytganimizdek for'ni nima uchun ishlatamiz dedik? For'dan keyin ot keladi, ot mana. Ya'ni bir chekkadan tarjima qiladigan bo'lsa, ikkita mashina uchun. Endi mana bu joydagi to the biz aytdikki, infinitive va infinitivdan keyin bu yerda fe'l ishlatiladigan bo'lsa, o'sha maqsadni ifodalaydi. Va bu yerda o'sha infinitive fe'ldan oldin birorta mana bu joyda noun ishlatilgan bo'lsa va mana bu fe'limiz verb borku, mana bu fe'limiz. Mana bu fe'l bu yerda kelayotgan.
Bu yerda kelayotgan nounga tegishli bo'ladi. To pass o'tmoq bor-ku, yonidan o'tib ketmoq. O'sha yonidan o'tib ketmoq degan fe'limiz mana bu ikkita mashinaga tegishli. Mana bridge yoki bo'lmasa wide bularga tegishli emas. Mana bu ikkita mashinani bajarayotgan harakati bo'ladi. Xo'p, o'shanchun. Xo'p, biz aytdik, tushunarliga. Demak, mana bu to pass degani o'sha maqsad ifodalashlik uchun fe'l bo'lib kelyapti. Mana bu for ishlatilayotgan sabab bu yerda ot kelayotganligi uchun. Xo'p, bitta qilib tarjima qilamiz. Xo'p, ko'prik. Xo'p, ikkita mashinani bir-birini oldidan o'tib ketishligi uchun shundoqqina yetarli darajada keng deyapti. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi part D, D qismi too hot to eat va hokazo. Endi bu yerda bitta misolni keltirib qo'ygan. Yeyishlik uchun yegani o'ta issiq degani. Yegani o'ta issiq. Too hot to eat degani yegani yeyishlik uchun o'ta issiq ekan degan ma'noda. Xo'p, shunaqangi biz iboralar tarzida ishlashimiz mumkin deyapti. Xo'p, we say, biz aytamizki deb inglizda aytayaptiki, the food was very hot. Demak, taom juda ham issiq edi. We couldn't eat it. Biz uni yeya olmadik. Bizga bu yerda ramkaning ichida bir chekkadan qadamma-qadam tushuntiryapti. Biz uni yeya olmadik. And va the food was so hot. Ko'ryapsizlar, very hot. Birinchi darajasini tushuntiryapti. Juda hot, biz uni yeya olmadik. The food was so hot. Shunaqangi issiq ediki that we couldn't eat it. Shunaqangi issiq ediki, biz oldin o'tdikki, undan oldingi mavzuimiz bor ekan, so hot. Demak, maqsadni ifodalashlik uchun ishlatiladi. O'sha key deb ifodalanadi. Shunaqangi issiq ediki, biz uni yeya olmadik. Xo'p, keyingisi mana. But the food was too hot to eat. Lekin ovqat yeyishlik uchun yegani o'ta issiq edi deb tushuntiryapti. Xo'p, ya'ni bitta til bilan aytyapsiz. Bu yerda ikkita qilib gap qilib tushuntiryapti-ku. Mana bu yerda ko'rasizlar, bitta gap, ikkita gap. Xo'p, bu yerda ham o'zi aslida bu yerda umumiy olganda bitta gap, lekin ikkita gapdan tashkil topgan. To'g'rimi? Ikkita gapni bitta qilib aytyapti. Bog'lab aytyapsiz bu yerda, bog'lovchi bo'lib. Xo'p, mana bundachi bitta gap bilan qisqa qilib ham fe'lda ham o'zini ifodalab qo'yaman. The food was too hot to eat. Demak, ovqat yeyishlik uchun yegani o'ta issiq edi degani. Xo'sh. Endi in the same way we say, xuddi shunaqangi uslubda aytayapti inglizda, xuddi shunday uslubda biz bunaqangi tarzda biz gaplar aytishimiz mumkin, tuzishimiz mumkin. Shunday iboralar, ko'rinishlar, birikmalar aytishimiz mumkin deyapti. These boxes are too heavy to carry. Ya'ni bu qutlar, bu korobkalar ko'targani o'ta og'ir ekan degan. Mana ko'targani. Xo'p, gani yoki uchun o'ta nimadir deb tarjima qila olasizlar. Mana the wallet was too big to fit in my pocket. Demak, mana bu rasmdagini aytayotgan ekan. The wallet doesn't fit in my pocket. Demak, xullas, the wallet was too big to put in my pocket. Demak, mana bu wallet bilasizlar, mana bu nima bor-ki, hamyon. Kashalok yoki hamyon cho'ntagimga yoki bo'lmasam kissamga solishlik uchun o'ta katta edi ekan deyapti. Solgani desam bo'ladi. Demak, o'sha yana qaytaraman. Hamyon kissamga, cho'ntagimga solgani o'ta katta edi degani. Xo'p, keyingisi this chair isn't strong enough to stand on. Demak, bu stul uni ustida o'tirgani yetarlicha kuchli emas ekan degani. Yetarlicha kuchli, pishiq emas ekan degani. Xo'p, gani nimadir? Tushunarliga, demak, o'sha birikma tarzida, demak, mana to bu yerda sifat to do something deb ishlatasizlarmi? Mana bu yerda qaytaraman. To dan keyin sifat va sifatdan keyin to infinitive va fe'l. Ya'ni nimadir qilgani o'ta nimadir deb o'sha birikma tarzda ishlashlar mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha enough to do something. Ya'ni nimadir qilgani yetarli darajada, yetarli degan ma'noda o'sha birikma tarzda ishlashlar, qo'llashlar mumkin. Mana bu gapda ham aytayapti, mana the wallet doesn't fit in my pocket. Demak, mana bu ko'ryapsizlar, mana bu rasmda. Wallet mana bu, ya'ni o'sha hamyon o'sha kashalogi. Hamyon, mana bu hamyon kissamga, cho'ntagimga sig'mas ekan deyapti. Ya'ni fit degani o'sha to'g'ri kelmas ekan, mos kelmas ekan deyapti. Mos emas ekan deyapti. Fit degani o'sha mos kelmoq, o'sha to'g'ri kelmoq, yarashmoq degan ma'nolarda qo'llaniladi, iste'mol qilinadi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz inshaalloh shundan iborat edi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman, chunki mana bu enough to'lar o'sha sizlarga ko'rib turgan bo'lsanglar, yangi mavzu emas. O'sha Murphy qizini o'qigan bo'lsanglar va bundan oldingi boshqacha kitoblarni o'qigan bo'lsanglar, albatta boshlang'ich bosqichlarda o'tiladigan kitoblardan biri. Mavzulardan biri, uzr. Destinationda ham keladi. Destination hali kitobini inshaalloh aynan o'sha mavzularga kelib qoldik. O'sha mavzuda ham shu mavzularda o'tib inshaalloh yana ham sharhlaymiz, izohlaymiz inshaalloh qo'ldan kelganicha. Xo'p, bugungi mavzu xullas shundan iborat edi. Kelasi mavzuda, kelasi darsda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'linglar.